Turba yorilib ketsa, kimga murojaat qilgan bo'lardingiz? O'zimiz shunaqa voqea bo'ldi. Lekin u chaqirib kelmadi. O'zim qildim. Ustaga. Ustani qanday topasiz? Qaysi yo'l bilan topasiz? Ustamiz bor o'zi. Tanish orqali. Agar uyingizdan turba yorilib suv oqib ketsa, birinchi bo'lib qayerga va kimga murojaat qilasiz? Tanishimga murojaat qilaman, shu qo'shnimga. Agar sizga bundanda qulayroq yo'lni taklif qilishsa, undan foydalanarmidingiz? Ustani tez topish bo'yicha. Yaxshi bo'ladi bo'lsa. Kelmadi lekin. Foydalanadigan, lekin ustamiz yaxshi bizniki zo'r lekin. Sizda ham shunday vaziyat bo'lganmi? Unda bu muammo emas. Sababi kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi tomonidan mening ishim platformasi ishga tushirildi. Bu platforma orqali siz o'z muammoyingizga yechim sifatida mutaxassis topishingiz mumkin. Buning uchun telefoningizga mening ishim platformasini yuklab oling. Ilovaning qidiruv qismiga sizga kerakli bo'lgan xizmatni kiriting. Masalan, sizga elektrik yoki santexnik, bog'bon, payvandchi kabi usta xizmatiga ehtiyoji bor va katalogdan sizga yaqin bo'lgan ustalar manzili va ular haqidagi batafsil ma'lumotlar chiqadi. Siz o'zingizga ma'qul kelgan ustani tanlab, profil ustiga bosasiz va marhamat bu ustaga qo'ng'iroq qilishingiz yoki chat orqali bog'lanishingiz mumkin. Ilovaning qulaylik jihati shundaki, ish beruvchi va ish qidiruvchini bir-biri bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'laydi. Ya'ni usta-yu hunarmand o'z ma'lumotlarini joylash orqali mijoz topish imkoniyatiga ega bo'ladi. Har bir kasb egasi tajribasi bo'yicha ma'lumotlarni, xizmat narxini, avval bajargan ishlardan namunalari va manzili hamda bog'lanish uchun kontaktini joylashi kerak bo'ladi. Shundan so'ng ustaning profili katalogdan chiqadi. E'tiborli jihati ushbu xizmatlardan foydalanish xavfsizligi davlat tomonidan kafolatlanadi. Asosiysi, ishchi ham, ish beruvchi ham o'z muammolarini qulay hal etadi. Ilovani yuklab oling va foydalaning.